oyligimni oldindan olsam bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Tinchlikmi, nimaga? Yangi kvartiraga chiqadigan bo'lib qoldim-da, to'lovi oldindan ekan. Shunga agar ilojisi bo'lsa. Bizda oldindan berilmaydi. Hali oyda oxirigacha ishlaysizmi, yo'qmi? Rahmat. Ukamni o'zidan so'rab Avo. turaman. Vanna bilan tualeti razdelniy ekan yaxshi. Jiyanlarim o'qishiga ham bu yoq yaqin bo'lsa kerak adashmasam. Remontlari ham yangigina ekan. Faqat $400 ko'narmikin? Ukangiz o'zlari gaplashib hal qilib beradilar opajon. Bu yog'i oshxonasi, mebel texnika hamma narsasi bor ekan. Bemalol ertadan ko'chib o'tsangiz bo'ladi, opa. Uka, shu ilojisi bo'lsa birinchi oyligini to'lab bera olasanmi? Oyligim chiqishi bilan qaytarib beraman. Mayli, faqat bitta shartim bor-da, opa. Qanaqa shart? Endi mana shu uyda umringiz oxirigacha yashasangiz bo'ladi. Tushunmadim. Bu uyni sizga deb oldim, opa. Oyi, uka, unaqa hazillashma. Yo'q, rostdan. Keliningiz bilan sizga surpriz bo'lsin dedik-da, ha? Ha, yaxshi kunlaringizga buyursin opajon. Rahmat, lekin buni ola olmayman. O'zi shundoq ham juda ko'p yordam qilyapsan. Buni men emas, Xudo beryapti. Men sababchiman, xolos. Men ota-onamni, jigarlarimni qancha ko'p rozi qilib, ularga qancha ko'p yaxshilik qilsam, Alloh menga shunchalik ko'p beryapti. Oling, opa. Rahmat senga. Alloh sendan ukalardan rozi bo'lsin.